Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz murabaha, ya'ni islom moliya tizimidagi islom banklarining asosiy operatsiyalaridan biri. Murabaha, murabaha bu islomiy moliya operatsiyalaridan biri bo'lib, foizsiz kreditlash usulidir. U asosan islomiy banklar va moliya institutlarida tomonidan qo'llaniladi. Oddiy qilib aytganda, bank va moliya tashkilotlarining mijoz so'ragan mahsulotni sotuvchidan sotib oladi. Biz bunga iste'mol kreditiga ekvivalent sifatida ko'rishimiz mumkin. Murabaha arab tilidan olingan, uning ildizi foyda, daromad, yutuq degan ma'noni anglatadi. Biz murabahaga misol sifatida bir mijoz kompyuter sotib olmoqchi, bank uni 10 million so'mga sotuvchidan olib keladi va mijozga 11 million so'mga sotadi. Mijoz esa bu summani 1 yil davomida bo'lib to'laydi. Bankning 1 million so'mlik foydasi bu oldindan kelishilgan savdo foydasi, foiz emas. Muhimi, murabaha bitimida ustama, ya'ni foyda avvaldan kelishib olinadi va o'zgarmaydi. Bu foiz, ya'ni ribo hisoblanmaydi. Chunki bank pulni pulga sotmaydi, balki real tovarni sotadi. Murabaha atamasi ilk bor islomiy fiqh, ya'ni shariat qonunlari kitoblarida uchraydi. Murabaha payg'ambarimiz davridan boshlab ishlatila boshlagan. Qur'onda bevosita murabaha so'zi tilga olinmagan, ammo savdoda halollik, riboning man etilishi haqida oyatlar mavjud. Dastlab murabaha Arabiston yarimorolida, asosan Makka va Madina savdo bozorlarida ishlatilgan. U paytda savdogarlar o'z xarid narxini va ustama foydasini ochiq aytib, xaridor bilan kelishilgan holda tovarni sotishardi. Bugungi davrda murabaha oddiy savdo shartnomasidan chiqib, islomiy banklar va moliya institutlarining asosiy moliyaviy vositasiga aylangan. Uning zamonaviy ko'rinishi quyidagicha: bank orqali amalga oshiriladigan murabaha. Mijoz, masalan, tadbirkor tovar yoki uskunaga ehtiyoj sezadi. Bank uni mijoz tomonidan bozordan sotib oladi. So'ng mijozga ustama foyda qo'shib qayta sotadi. Mijoz to'lovini bo'lib yoki kechiktirib amalga oshiradi. Bu eng keng tarqalgan shakli bo'lib, islomiy banklar aktivlarining 60-70% aynan murabaha asosida yuritiladi. Qisqacha qilib aytganda, mijozning buyurtmasiga asosan amalga oshiriladigan operatsiya turi. Murabaha iste'mol kreditlari sifatida ko'rishimiz ham mumkin, ya'ni foizsiz qarz o'rnida. Oddiy banklarda bo'lgani kabi foizli kredit o'rniga islomiy banklar murabaha orqali avtomobil, uy jihozlari, qurilish materiallari va boshqa mahsulotlarni moliyalashtiriladi. Xalqaro savdoda murabaha, islomiy banklar murabaha orqali import-eksport bitimlarini moliyalashtiradi. Raqamli murabaha ham mavjud, ya'ni onlayn tarzda amalga oshiriladi. Hozirgi kunda ko'plab islomiy banklar va fintech kompaniyalari onlayn murabaha platformalarini yaratmoqda. Hozirgi kunda islomiy bankda murabaha asosida moliyalashtirish olish uchun odatda quyidagi bosqichlar bajariladi. Hozirgi bank amaliyotida birinchi navbatda murojaat qiladi. Mijoz islomiy bankka boradi va onlayn platforma orqali ariza beradi. Hujjatlarni taqdim etadi. Bank odatda quyidagilarni so'raydi: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, daromad manbaini ko'rsatuvchi hujjatlar, tovar haqida ma'lumot, ba'zan garov va kafillik, agar summa katta bo'lsa. Bank tomonidan tahlil amalga oshiriladi, ya'ni mijozning to'lov qobiliyati va tovarning halol ekanini tekshiradi. Barcha tekshiruvlar shariat kengashi va mutaxassislar bitimlari orqali shariatga muvofiq ekanini tasdiqlaydi. Tovarning xaridi. Bank tovarni sotuvchidan o'zi sotib oladi. Bu juda muhim qadam, chunki foiz bo'lmasligi uchun bank real tovar egasi bo'lishi shart va mijozga sotadi. Bank mijozga tovarni ustama foyda bilan sotadi. Narx va ustama oldindan kelishib olinadi. To'lov jadvali tuziladi. Tovarni topshirish va to'lov. Mijoz tovarlarni qabul qiladi. Kelishilgan muddatlarda bankka bo'lib yoki birdaniga to'lovni amalga oshiradi. Tartibi quyidagi ko'rinishda, qisqacha ko'rinishi. Zamonaviy islomiy banklarda murabaha ulushi juda katta, chunki eng oddiy va xavfsiz moliyalashtirish shakli hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha islomiy banklar aktivlarining 60-70% qismi murabaha orqali amalga oshiriladi. Ba'zi mamlakatlarda, masalan Pokiston, Bangladesh va Sudan kabi mamlakatlarda bu ko'rsatkich 80-90% gacha yetadi.
Boy arab mamlakatlarida, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi yoki Quvayt kabi mamlakatlarda murabbaha ulushi nisbatan pastroq bo'lib, boshqa moliyaviy vositalarga ko'proq e'tibor beriladi. Bu bir tomondan banklar tomonidan amalga oshiriladigan diversifikatsiya amaliyoti hisoblanadi. Murabbaha ustun bo'lsa-da, so'nggi yillarda islomiy banklar diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda. Chunki faqat murabbahaga tayanish islomiy moliyaning foizsiz kreditga o'xshab qolish xavfini tug'diradi. Hozirgi kunda murabbaha islomiy banklarning asosiy moliyaviy instrumenti bo'lib qolmoqda, chunki u eng oddiy va mijozlarga tushunarli. Hozircha O'zbekistonda murabbaha amaliyoti hali to'liq, keng qamrovli ravishda tartibga tushirilmagan, lekin sohada sezilarli o'sish va qonuniy islohotlar bor. Biz murabbahaga misol sifatida Dubay bankini misol keltirishimiz mumkin. Murabbaha mahsulotlari Dubay bankida qanday ko'rinadi? Birinchi navbatda mijozlarga avtomobil xarid qilishni moliyalashtirish uchun ishlatiladi yoki katta tijorat, korporativ savdo va moliyalashtirishda qo'llaniladi. Va biz buni ko'rishimiz mumkinki, murabbahaning ulushi, hisoblash ulushi manbada olingan raqam 2024-yilda hisoblangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Qisqacha qilib aytganda, mavzum shundan iborat.